Assalomu alaykum azizlar. Kanalimiz rivojiga rivoj qo'shasiz degan umiddamiz. O'zingiz bilasiz nimani bosishni, nimani podpiska qilishni. Shunda ham eslatib o'tamiz. Ozgina yangi dunyo yangiliklari va o'zimizning oddiy yangiliklarni birma-bir qarab chiqamiz. Dunyodagi ayrim bo'layotgan voqealarni 5-6 tasini bir qarab chiqdim va menga ko'nglimga yoqqanlaridan, ya'ni yoqqan deganda hayron qoldirgan darajada bo'layotgan narsalarni bir ko'rdimki, birinchi bir yaxshi xabarlar bilan boshlaydigan bo'lsa, yaxshisi yo'q biz uchun. Saudiya, Somali va Yegipet davlatlari o'zini военный, ya'ni harbiy birlashishni, harbiy jihatdan birlashishni ko'rib chiqyapti. Eslatib o'taman, Somalida Somaliland degan alohida shtati davlat bo'lib ajralib chiqdi va uni Somaliland deb atadi. Yana eslatib o'taman, siyosatning nozik joylarida o'sha land bilan doir butun davlatlar qayerda eshitgan bo'lsangiz, hammasi Buyuk Britaniya bilan, ya'ni qirollik oilasi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liqligini ko'rib chiqasiz. Yujniy Koreyada shunday holat bo'libdiki, ularga o'sha oddiy holat bo'lgan. O'tgan prezidentini 5 yilga qamab olibdi. Endi biron bir jinoyat qilgan bo'lsa kerak. Bu yangilik emas edi. Budan keyingi bo'ladigan voqealar odamlar ko'rilgan edi. Ya'ni Venesuelagini prezidenti o'g'irlab ketilgandan so'ng albatta Venesuela neftini birinchi sotuvga qo'ygan va o'shalar bilan boshi qosh bo'layotgan esa bu Amerikaning kompaniyasi va ularning birinchi sotuvi $500 million atrofida ekanligi aytilmoqda. O'z navbatida Xitoy import uchun Rossiyadan sotib oladigan svetini 2026-yildan to'xtatdi. Ya'ni Rossiya endi Xitoyga toklar, nimalar jo'natmaydi, yubormaydi. To'xtatildi. Rossiyaga kelar ekanmiz. Rossiya prezidenti Putin Netanyahu bilan Eron xususida telefonlashdi. Undan so'ng esa tezlik bilan Putin Eron prezidenti bilan ham gaplashdi va Rossiya tinchlik tarafdori ekanligini aytib o'tdi. Ajoyib. O'zimizga kelaylik. Oldin Rossiyaning ham bir ikkita nimalari qolib ketibdi. Rossiyada ayrim deputatlar Rossiyaga kelayotgan muhojirlar 90 kun emas, 30 kunning ichida medkomissiyadan o'tishni taklif qilmoqda. Hozir hayron qolasiz. Ularga shu sirni aytishim kerakmi, yo'qmi bilmayman, lekin Rossiyaga kelgan muhojirlarning hammasi birinchi 30 kunlikda medkomissiyadan o'tishini ular bilmaydi chamasi. Va uni 30 kunga tushiramiz degan qonun ishlab chiqmoqda. Endi bular boshqa davlatlarga qanday taalluqli joyi bor, taalluqli joyi yo'q bilmadim. Bizga u hech qanaqa taalluqli joyi bo'lmaydi. Chunki bizning hamma fuqarolarimiz ongli ravishda kelgandan sirazu medkomissiyani o'tgandan keyin patent olib ishlaydi. Patentdagilar. Endi qorli joylardagi hozir Rossiyada juda qattiq qor yog'yapti va bizda Saratovda 1 metrdan oshib ketdi. Ammo boshqa oblastlarni ko'rgan bo'lsangiz, birinchi etajlarni, mnogoetajniy domlarning birinchi etajlarini ko'mib qo'ygan joylar ham chiqyapti. Har yilgi bo'ladigan narsa u yerlarda. Endi Kamchatka taraflarda. Endi o'zimizning xabarlarda o'tadigan bo'lsak, Sputnik nashrini o'qib qoldim, yangiliklarni to'g'rimi yo'qmi tekshirib ko'rasiz. Sputnik nashri yozishi bo'yicha O'zbekistonda qonun qabul qilindi. Unda esa jinoyat orqali qamalganlar, ya'ni qamoqdagilar
oilasi bilan videovizov onlayn gaplashishi mumkin degan xabar tarqalyapti. Sputnik nashri bo'yicha. Yana bilmadik. Bu yaxshi yangilik. Yana shunday yangilik borki, kitob o'qigan qamalganlar yili olib tashlanadi deyilyapti. Qanchadir vaqti va davlat ishida ishlaydiganlar yiliga 10 dan oshiq kitob o'qisa va uni tasdiqlasa, oyligi miqdorida sovg'a olishi mumkinligini aytib o'tilmoqda. Agar buni biz ongli ravishda to'g'ri ishlata olsak, juda yaxshi qaror va qonun. Ozarbayjonlarning saytlarida ozarbayjonlar yozishi bo'yicha biz ongli, biz aqlli xalq bo'lishimiz kerak. Qachongacha poliz ekinlarni sotib yuramiz degan yozuvlarni ko'zimiz ko'rgan. O'shaning uchun biz ham aqlli, to'g'ri ma'nodagi aqlli xalq bo'lishimiz albatta kitob o'qishimizdan boshlanadi azizlar. Hozircha yangiliklar shu. Agar podpiska qilib qo'ygan bo'lsangiz, obsujdeniyada bu yoqdan davom etaveramiz.